Mana unda Damas'lar mana. Damas'lar. Damas'larimizga kimdan kim bosh to'lov $2450 to'lasa, $2450 to'lasa, oylik to'lovi 6 milliondan 12 oyga foizsiz chiqadi. 1 so'm foizsiz, 0% bilan. 1.800.000 so'mdan foizsiz. Ana bu. 1.800.000 so'mdan 20 oygami foizsiz chiqadi. 2 yilga emas. 20 oyga foizsiz 1.800.000 so'mdan. Mana aka, Damas'larimiz. 154,5, 154, 153,5 ham demaymiz sizga. Mana bu. Rasprodaja 153 million so'mdan kelib olib ketaveringlar. Naqd pul. 3 million 100 dan kamiga aqli ham yetmaydi. Na saloni, na indeks, na bozor hech qayer. 26-yil MCM Style. Oxirgi mana fulli. Bundan keyin nimasi bor? Mana Midnight'i bor. Bu MCM Style 156 million 100 ming so'm zavod bahosi, davlat bahosi salonlarda sotiladi. 153 million so'mdan yarim soat vaqt ichida ulgurib qoling. Bu video. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum deymiz. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz Leader Auto City avtosaloniga kelganmiz. Labo va Damas'dan birdaniga boshlaymiz do'stlar. O'zini pulini bo'lib to'lash imkoniyati mavjud ekan va 153 million so'mdan 5 ta MCM Style Cobalt'larni aksiyaga qo'yib yuborishdi do'stlar. 1800-1300 dollar bilan bosh to'lov bilan bemalol mashina olib ketsanglar bo'ladi. Bularimiz foizlarsiz olib ketsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Biz ichkaridan videoni davom ettiramiz. Qani bo'lmasa ketdik akalar. Savdalarda, bugün doldu tırnalarda, Ayşe kuyarlarda, bir mihriban adam vardı. Uylamadım. Adamlar, minge bunday karamaylar. Men boyvanchaman balki, holingda deb so'ramaylar. O'ylamadim. Ustoday bo'lib yurgan, taqdiriga ko'nib yurgan chiroqchi tog'larda boychi borin minib yurgan do'stim bor deb o'ylamadim. Surg'ulay deb zamonlarda savdo qildim eronlarda, chiroqchi tomonlarda bir mehribon odam bor deb Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz. Bugun 11-iyul. Xudo xolasa jazzirama issiqda sizlar uchun erinmasdan mashinalarimizda obzorni qilib beramiz. Mashinlarda narx navosi bo'yicha bosh to'lov nech pul bilan chiqadi, oylik to'lov nech puldan chiqadi, bitta avtomashina qancha pulga tushadi va obzori mashinlarni sostenasi haqida, ya'ni sostena bu nima deyilardi? Holat haqida. Holat. Ma'lumot beramiz. Bosh to'lovsiz berilayotgan mashinalar qanaqa mashinalar beriladi? Shular haqida sizlarga ma'lumot beramiz jigarlar. Bugun rasprodaja aksiya skidkani bombasini qilamiz xudo xolasa. Qo'ldan kelguncha, Habibaxon nima dedingiz? To'g'ri. Rahmonali aka, sizni xalq mashinalar narxini sindirish bilan tanigan. Bugun ham mashinalar narxini sindirib bering. Sindirib Hech kim tashlaymiz. qilolmagan narxda qilib bering. Qilib beramizmi? Bering. Tamom, qilib beramiz. Mana klientlarimiz shuncha odamlar o'tiribdi mana. Xohlasalang suhbat qilamiz shular bilan. Xohlasalang narx navosini aytib boshlaymiz. Masalan, Habibaxon. Mana bu ikkita 5 ta Gentra avtomashinamiz bor shu yerda. Bular 8 ta 9 ta edi, sotildi. Bitta mana shu Gentramiz qolgan. Mana bu Gentramiz qolgan. Yo, bu ham ketibdi, o'rniga boshqa ekan bu.
Bu yerda 23 ming yurgani turgandi. Bunisi esa 45 ming kilometr yurgani. Xo'p, bu avtomashinalarimizda bosh to'lovi, oylik to'lov haqida ma'lumot beramiz. Mana shu 5 ta Gentra'miz bor. 2022-yil bor u yerda. Bulari 23-yil lyukli full pozitsiyasi. Adashib qolmanglar jigarlar. Ba'zi joylarda hozir lyuk qo'yilgan Gentra'larni beryapti. ABS yo'q, ABS qo'yilgan Gentra'larni beryapti. Bosh to'lovsiz deb chaqirib turgan mashinlarni bir yonboshi yo'q, 200 ming yurgan, 50 mingga tushirib, bankdan ko'proq pul chiqazib olib turib berishyapti. Masalan, qanaqa mashin desangiz, mana shu avtomashina o'zi 11 ming dollar turadi. Urilgan, turtilgan, 200 ming yurgan shunaqa mashinalardan 13,5 ming, 14 ming dollar bankdan pul olib olishadi-da. Har bir o'sha bosh to'lovsiz berayotgan avtomashinalarga 1000 dollar foyda qo'yadilar. 1000 dollar nol bilan berganda 1000 dollar foyda qo'yib sotgan bo'ladilar. Ha, kamida o'zlari aytib turibdi, aka, odamlarga yaxshilik qilsangiz yoqmaydi. Ularga shu bosh to'lovsiz deb yarimi yo'q. Mana shu deydi, indeksdan chiqib olsa bo'ldi mashin deydi. U yog'i bilan ishimiz yo'q deydi. Bosh to'lovsiz beryapmiz-ku deydi. Men aytaman, o erta olgan odam minish kerak-da, Habibaxon. Uni bir to'lashi bor oymoy. Chunki bosh to'lovsiz berilganda, o'zi bosh to'lovsiz to'lov bilan berilganda ham bitta avtomashinani pulini ikkita avtomashina qilib to'lashadi. Men yoshirmayman, borini aytaman. Chunki shunga kerakli odam oladi. Masalan, sigaret chekmasa chekyapti odamlar. To'g'rimi? Ichmasa ichyapti. To'g'rimi? Kechasi yurmasa kechasi bilan yuradiganlar bor. Qilma degan ishni qiladiganlar bor. Avtokredit olmasang bari oladiganlar bor. Nimaga? Chunki birovning hayoti bilan, birovning fikri bilan birov yashamaydi bu hayotda. To'g'ri tushuninglar. Hozir ota-onasining gapiga kirmayapti bolalar. Men bilan sizning gapingizga kirib qolarmidi? Qanday holatlarda olib kelishini aytsa ham foydasi bo'lmayapti. O'sha uchun bizning maqsadimiz nima? Biz ma'lumot beramiz. Ma'qul kelsa. Ma'qul kelsa, to'g'ri kelsa oladilar. O'sha o'zini fikriga ega bo'lgan odamlar, o'zim bilaman, menga aql o'rgatma deydigan odamlar olaveradi. Endi bir xil insonlar bor, maqsadi bo'ladi. Taksiga 5-6 million yo'qotib yurgan bo'ladi. Masalan, o'zlaring taksiga nechta pul yo'qotyapsizlar? Kuniga 300-400 ming. 300 ming ketadi kuniga, to'g'rimi? Lekin mashina suribdilar mana. Mashina suribdi. Har kuni 300 ming. O'ldim deganda 200 ming ishlatasizlar. To'g'rimi? Qizlarni men 80% ni bilaman, 90%. Masalan, qizlarni taksiga 200 ming, 300 ming yo'qotib yuribdilar. Men javob berib aytaman. To'g'ri, endi ana metroda yuradigan qizlar bor, studentlar bor, boshqa ular haqida meni hech qanaqa bir fikrim nimam yo'q. Ular to'g'ri oyiga 500 ming so'm ishlatishi mumkin. Avtobusda, metroda, lekin imminni Yandexda, taksida yuradigan qizlar kuniga 250 ming, 300 ming so'm ishlatib turibdilar, jigarlar. O'sha uchun endi oyiga misol mana shu Gentra avtomashinalarimiz, bosh to'lovi mayda juda qilib o'tirmayman, gapirib ham o'tirmayman lishni. 1300 dollar to'laysizlar. 1300 dollar. Оформление, nomer, texpasport, barcha xarajatlari ichiga ortiqcha bir so'm to'lamaydilar. Chunki ortiqcha to'lanadigan pullari bankdan yechib olinadi. Ochiqcha gap. Mana shu mashinlar o'zini tan narxi 13,5 ming mashinlar. Bankka 13,5 mingga kiradi shu mashinlar. Bu chunki urilgan, turtilgan, yarimi yo'q mashinlar emas. 100% radnoy 45 ming yurgan. 23-yil zavodskoy lyuk, zavodskoy ABSlari bilan benzinda turibdi. 45 ming kilometr yurgan 23-yil radnoy mashinlar. Bular o'zi narxi shunaqa. Bozorga borib ko'rasizmi, OLXga kirib ko'rasizmi? Yana shu narsani aytib o'tgan bo'lardim, jigarlar, mana qaranglar. 1300 dollar bilan chiqadimi? Oylik to'lovi где-то 5 million atrofi. 5 million atrofida. 5 yilga. Общий 300 millionga tushib turibdi. Общий 300 millionga. Endi 300 millionni dollarga bo'ladigan bo'lsak, 23 ming, 24 ming dollarga tushib turibdi. Shu 5 yilga 23 ming, 24 ming dollarga tushishiga rozi bo'lgan odamlar oladi. Yo, noto'g'rimi aka gapim? Mana aytayapman-ku.
Endi bitta joyi bor. 5 yillab, 10 yillab shu taksiga yo'qotib yurgan odamlar bor. Pul yig'a olmay. Mana 5 million so'm kuniga 160 ming so'mdan tushib turibdi. Kuniga 160 ming so'm. Yandex qilsa ham 600 ming, 500 ming, 700 ming topyapti. Mehnat qilib turgan bolalar. Mehnat qilib turganlar topyapti. Endi qanday odamlar to'la olmayapti? Tavakkaliga olgan, birovga ishonib olgan, birovga qarzi bor beradi, yopib yuboraman deb turib o'ylab oladigan odamlar o'sha qarzini bermay qo'yadi yoki bo'lmasam ishi o'xshamay qoladi. Keyin nima bo'ladi? Oylik to'lovini to'la olmaydi. Dod, voy, mana bank aldadi, mana kimdir aldadi, men to'la olmay qoldim, men kredit girdobiga kirib qoldim. Kalla bor-ku, Xudo bergan. O'zi qo'l qo'ygan. O'zi qo'l qo'yadi 25 ta varaqqa. Savol javob bo'ladi bankda o'tirg'izganda. To'la olasanmi deganda, oho, bir 8 ta biznesmen bo'lib chiqadi. 8 ta biznesi bor odam bo'ladi u. Ha dedi, to'layman dedi. Yiqilib qolsam ham to'layman dedi. Men aytmoqchi bo'lganim, qizig'iga, prosta havasaki olish kerak emas, jigarlar. Maqsad bilan olish kerak. Biz ham milliard kredit oldik. To'la bo'ldik, Xudoga shukr kreditlarimizda. Bir sim kreditimiz yo'q. Lekin shuncha olgan narsamiz foydaga qoldi bizga. To'g'ri foydalanishni bilish kerak. To'g'ri foydalanishda. Masalan, mana qaranglar. Bo'pti. So'mda qilib tushuntirganimda ham 1 milliard kredit oldim. 22%, 23%. Hozir bank foizlari 22-23% bo'lib qolgan. 1 milliardimga 1 yilga 230 million so'm qo'shib beraman, to'g'rimi? Shunday. 1 yilga. Buni hisoblamaydi. Bank 22% degan kamida 17 million shunaqa 170 million. 170 million. 1 yilga chiqarib bersin-da, mana yerda bitta bola. Mana hozir hisoblaman beraman. Anvar aka, 1 milliardni bir chiqarib bering, 22% dan 1 milliardda 1 yilga chiqarib bering. Hozir men hisoblab beraman. Misolini aytib turaman ungacha. 1 milliard pulga boring, men bu bilan sizlarga bankka olinglar, bankka kirib qolinglar demayapman. Prosta qanday qilib to'g'ri foydalanish. 1 milliardni 23% dan 1 yilga ko'paytirib bering. Necha pul foiz minadi 1 milliardga? Kompyuterda ursangiz bo'lmaydimi? Taxo mahoni o'ringda chiqib keladi. 130 million. Ha? 130 million. 1 yilda bo'pti. 1 yilda 230 million. Demak, oyiga qancha? 20 million. 1 milliardga 18 million atrofida pul minadi. 18 million atrofida. Endi qaranglar, 1 milliardga men 10 ta mashin olib sotsam, 10 ta mashin $400 dan qo'yganimda ham $4000 foyda qo'yib sotasan. To'g'rimi? Ha. 10 ta mashin $400 dan qo'yganda ham $4000. Ha, bu bank 18 million foiz olyapti bir oyda 1 milliardga. 1 milliardga 10 ta mashin olib sotsa 100 milliondan bo'lganda ham $4000 pul qoladi. Bu bir oyga 10 ta mashin sotmaydi. Bu bir haftasiga 10 ta mashin sotib qo'yasiz. Pulni qanday qilib prosta aylantirishdi, pulni qanday qilib puldan bankning pulini olib turib foydalanishni bilish kerak. Foydalanishni bilmagan odamlar olmasliklaringni maslahat beraman. Mana hozir aka-uka uchun, qarindosh uchun uylaringni qo'yib turib kreditga bir haftada pulim chiqadi, sabr qilsalaring 10 kunda men $500 beraman, qarindosh $1000 beraman, yordam qilib turing. Meni uyim zalogda turibdi, qo'shimcha zalog so'rayapti degan narsalarga aslo rozi bo'lmanglar. U puli chiqib boshqa birovga tushadi, boshqa birov ham uxlatgan bo'lib chiqadi. Xullas bechara o'zidan bechorani yoqib oladi, tushgan, kuygan bo'lib chiqadi. Uysiz, joysiz qolasizlar. Ha, mashin-ku mayli. Qo'lingizdan bank olib ketar mashinda. Lekin uyda aslo qila ko'rmanglar. Uysiz qoladi. Uysiz qoladi, joysiz qoladilar. Bo'ldi, Sirojjon, shart emas, men gapirib bo'ldim o'sha. O'sha uchun aziz yurtdoshlar, o'sha kredit olganda, avtokredit olganda, uy kredit qilganda o'ylanib qilinglar. 7 o'lchab 1 kesing deydi. Demak, Gentra avtomashinalarimiz $1300 to'laysiz, tanlab, chertib, ko'rib, olib ketasiz. Kraskasi yo'q, radnoy mashinlar. Oylik to'lovi 5 million 5 million atrofida 5 yilga hisoblaganda 300 million so'mga aylanadi. Mabodo 2 yilda yopsalaring 200 millionga aylanadi. 2 yilda yopsa mashin, mana shu mashin.
Bo'lmasa 1 yilda yopsa 190 millionga aylanadi. 3 yilda yopadigan bo'lsa 230 millionga aylanadi. 4 yilda yopadigan bo'lsa 270 millionga aylanadi. 5 yilda yopadigan bo'lsa 300 millionga aylanadi. Mana sizlarga to'liq ma'lumot. 6 oyda yopsalaring 6 oylik foiz to'laysizlar, 1 yilda yopsalaring 1 yillik foiz to'laysizlar. Xullas shunaqa gaplar jigar. Mana Gentra haqida ma'lumot berdim. Endi esa sizlar bilishlaringiz kerak bo'lgan narsa bor. Bizga ham oson bo'lib turgani yo'q. Sardorjon, xalqimiz yurtdoshlar biz zerikib qolmaslik uchun biz boshida ochilganda bir qo'shiq aytgandik. Boshida ochilganda. Keling Zuhraxon, keling. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lashim, tinchmi, charchamay? Boshida ochilganimizda biz shu qo'shiq bilan boshlagandik. Avtosalonimizni ochilishini. To'g'rimi? Ochilganda. Endi Xudo xolasa 2 oy ichida inshaalloh biz yangi bizneslar boshlaganmiz. Inshaalloh shu 2 oy ichida most Instagram kanallariga ham chiqmay qo'yishim mumkin, YouTube ga ham chiqmay qo'yishim mumkin. Bu most vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Oldindan olib aytayapman. Bir oz dam olaman. Most chet elga ketaman. Dam olgani, most chet elga ko'chib ketishim mumkin. Endi har narsa bo'lishi mumkin hayotda. Ozgina muddat dam olaman. 1,5 oy, 2 oy ish faoliyatimizni olib boramiz, to'xtatmaymiz, gazini bosamiz. Inshaalloh, ha Sardorjon. Ba'zilar aytayapti, aka, odamlarga bunday yaxshi mashin berib o'tirganingizdan ko'ra, davay chekkaroq joylarda, boshqa joylarda, misol Indexda shogirdlaringiz har bir mashinga $800, $1000 qo'yib sotyapmiz deyapti, o'zlari aytayapti. Xullas, sotib turgan bolalarning o'zi. Odamlar baribir bilmaydi siz yaxshi narsa berishingizni. Odamlarga bosh to'lovi arzon bo'lsa, oylik to'lov arzon bo'lsa, yili 21-22 eski mashinani tiqib yorsangiz, keling Zuhraxon. Eski mashinani urib yorsangiz, ularga shu oylik to'lov, bosh to'lov kam bo'lsa, bo'ldi, bo'laveradi. Deb turib, shu bosh to'lovsiz berganda $1000 bilan berib yuboryaptilar. Shunaqa joy ochib qo'yaylik, aka, deyaptilar. Men aytdim, yo'q. Men o'zi avtokredit sohasini ma'lum miqdorda, ma'lum vaqtda to'xtatib turaman. Jigarlar. Shu iyul, avgust oyida ish faoliyatimiz davom etib turadi. Undan keyin biroz muddat dam olamiz. Yangi bizneslar, yangi g'oyalar, Xudo xolasa, yangiliklar bilan chiqamiz inshaalloh. Chiqqanimizda ham portlatib, yondirib chiqamiz. Zavod quramiz inshaalloh, ha? Bitta katta zavod quramiz O'zbekistonda yoki chet mamlakatda. Yo O'zbekistonda, yo chetda bironta zavod quramiz. Nima dedingiz? Odamlarni ish bilan ta'minlaymizmi, Sardorjon? Ha? Bo'lmasam, xo'p. Har doim YouTube, Instagram kanallarimizga biz bilan birga faol bo'lib bormoqda. Zuhraxon, ko'rib turganlaringizdek, bular yaxshi niyatlarda kelgusida Xudo xolasa o'z bizneslarini yaratish maqsadida hozir bu narsani o'rganib bormoqdalar. Xalqqa qanaqa qilib gapirish kerak, qanaqa chiroyli muomala qilish kerak, YouTube kanalida chiqqanda yoki Instagramga tushganda o'zini qanday tutish kerak bo'ladi. Shu narsalar bo'yicha hozir meni yonimda yordamchi bo'lib ish faoliyatini o'rganib turibdilar. Lekin bular Xudo xolasa avtokredit sohasiga chiqmaydilar. O'zlariga alohida chiroyli bizneslar bilan xalqqa foydasi tegadigan bir ma'noli bir narsalar bilan chiqadilar, ha? Ana yerlarga yumalab o'yin ko'rsatib yoki prank qilib yoki bo'lmasam sochlarni yoyib olib turib, motivatorlik qilib, plyajlarda yotib olib, kupalniklarda reklama qilmaydilar, ha? To'g'rimi? Yo, to'g'rimi? Xalqqa foydasi tegadigan bizneslar bilan reklama qiladilar inshaalloh. Sardorjon, biz ochilganimizda bir chiroyli qo'shiqlarimiz bor edi. Onalarimiz, otalarimiz haqida va bevafo yorlar haqida. Hozir ba'zi erkaklar ishlamay qo'yib, ayollar ishlayapti. Ayollar ishlaganda o'zidan xo'jayindan ham xo'jayin yasab olyapti. O'sha uchun endi ba'zi oilada har xil sharoit bo'ladi-da. Oldinlari
erkak yarimta non topib kelsa shunga ham qanoat qilib yashaganlar. Hozir o'lmaydiganday tog'ni, dunyoni yeyman deb turib, qizlar ham harakat qilyapti. Bolalar ham sendaqa qizlar deb turib, ular ham xayrlashib o'ryapti. Yo, noto'g'rimi Habibaxon? O'sha uchun ba'zilar 3-4 ta farzandi bilan ko'zi ko'rmay qolib ham ajrashib ketyaptilar. Mayli, har bir insonga Alloh o'zi insof bersin. Farzandni Alloh berar ekan, rizqi bilan beradi. Rizqsiz bermaydi. Alloh g'oyibdan ham, soyibdan ham yetkazaveradi. Nima dilaring? To'g'ri emasmi? Xudo xolasa Sardorjon bir chiroq olamizda, keyin narxini sindirishda davom etamiz. Zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim eronlarda, ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bor deb o'ylamadim. Omad kelib savdolarda, bo'yin toldi tillolarda, maishat uyalolarda bir mehribon otam bor deb o'ylamadim. Ey odamlar, odamlar, menga bunday qaramanglar, men boyvachchaman balki, holingni deb so'ramanglar. O'ylamadim, ko'ksi tog'day bo'lib yurgan, taqdiriga ko'nib yurgan chiroqchi tog'larda boychi borim minib yurgan do'stim bor deb o'ylamadim. Zo'r bo'lay deb zamonlarda savdo qildim eronlarda, ey chiroqchi tomonlarda bir mehribon onam bor deb o'ylamadim. O'ylamadim. Charchab qoldingizmi? Ketdikmi? Ketdikmi yigitlar? Demak, mana Doda, bular siz bilan birga keldimi? Assalomu alaykum. Sog'lar, zo'rmi, tinchmisizlar? Charchamaygina. Polvon, yaxshimisiz? Qayerdansizlar, ota? Olmaliqdan. Olmaliqdanmi? Nima mosh olyapsizlar? Kobaltmi? Yaxshi kunlarga buyursanglar ham. Ko'ngillarizdagidek qilib beryaptimi? Juda yaxshi, hech qanaqasi yo'q. Bundan oshiq bo'lmaydi. Shuncha rahmat sizga. Joningiz sog' bo'lsin. Tinch bo'lsin. Sog'lik salomatlik bo'lsin. Shunday. Ota, yana bitta savol. Endi bu ochiqcha gaplashishimiz kerak. Men misol mana ko'rdingiz, endi Instagram, YouTube'larimda ko'rgandirsizlar. Ko'rib turasizlar, ha? Menda primoy bo'ladi, dehqoncha, tayyorgarchiliksiz. Mana hozir ham tayyorgarchiliksiz gaplashyapmiz. Boshqa joylarda ham ko'rdilaringizmi, yo'qmi? To'g'risini ayting. Boshqa yerda ko'rdik. Ko'rib Ko'rdilar. Bizga ma'qul bo'ldi, shu yerga keldik. Ma'qul bo'ldi, ha? Ma'qul bo'ldi, keldik, mana shu yerda olyapmiz. Ba'zi odamlar aytadi-ku, muomalaring zo'r bo'lganligi uchun sizlar tanladik deydi. Ba'zi odamlar aytadi-ku, men qimmat sotaman deyman, lekin aniq narsa beraman deyman-da aka. Ba'zi odamlar aytadi, yo'q, siz arzon berasiz naborot deydi. Biz naborot bizni aldashga harakat qildi, boshqa joyga bordik deydi. Bizga boshqa narsa aytdi, bankka o'tirganimizdan keyin boshqacha chiqarib berishdi deydi. O'shanaqa holatlar bo'ladi. Sizlarga qaysi holati yoqdi? Arzonmi yoki muomalami? Muomala ham, arzon ham. Muomalasi ham, arzon ham yoqdi bizga. Bundan boshqa qanaqa bo'lsin? Demak, o'zlaringizga ma'qul keldi. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarga buyursin. Ismingiz nima, otam? Po'lat. Po'lat aka, ha? Qayerdanman dedingiz? Olmaliqdan. Olmaliqdagilar ko'rib turgan bo'lsalaringiz, dodamni bir haqqiga duo qilib qo'yinglar. Jonlaring sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarga buyursin, dodam. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lashim, tinchmisiz, charchamaygina. Rahmat, Alloh. Xo'p, men video olyapman, akajon. Yaxshi, xo'p, video olyapman, akajon, jon aka. Agar videoda gapingiz bo'lsa, mayli ayting, aka.
Yaxshi ekan, hozir bunday qilib olib ketaversa ish. Aka, mana bechoralar syomka olyapti jon aka. Fikringiz bo'lsa ayting. Biz haqimizda fikringiz bo'lsa. Juda ham fikrimiz yaxshi. Podpiska qilganman. Alloh rozi bo'lsin aka. Kuzatib boraman. Postoyan nima tashlaysiz hammasini kuzatib boraman. Alloh rozi bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Qarashyaptilarmi? Qarashyaptilarmi? Yo'q, endi men endi keldim. Endi keldingizmi? Bo'ldi akajon. Menga- Hozir sotuv bo'limi. Akamga qarab turasizmi? Men videomda olib bo'lay akajon. Siz bilan o'tirib suhbatlashamiz. Kelishdikmi aka? Xo'p, demak, aziz yurtdoshlar, mana shunaqasi ham bo'lib turadi aka mana. Xo'p, Olmanglar-da. bu Cobalt avtomashinalarimiz, ko'rib turganlaring, Aha, Cobaltlar. da. Bosh to'lovi mayda-chuda qilib o'tirmaymiz. $1800 to'laysizlar. Hamma xarajat ichida. Ana bo'lmasa. Оформить nomer, texpasport, zapret ortiqcha bir so'm to'lamaysiz. Bir so'm to'lamaysizlar. 16000 kilometr yurgan 24-yil benzinda qora 100% radnoy mashinamiz $1800 hamma xarajat ichida. Oylik to'lovi 4.300.000 so'mdan tushib turibdi. Jigarlar. Ma'qul kelsa mana olib ketaverasizlar, ha Habibaxon. Nima dedingiz? Zuhramiz qayerga qolib qoldi? Xo'p. Monza avtomashinasini sizlarga rasprodaja qilib beraman. Aha. Hech kim qilib bera olmaydigan narxda qilib beraman. Jigarlar, men yana aytaman. Ba'zi joylarda bosh to'lovsiz berib turgan mashinalar 300 ming yurgan, 200 ming yurgan, detallari almashgan. Bir hafta haydaganingizdan keyin mashina dardini aytib boshlaydi. Mendan mashina kelib olishlaring uchun aytmayapman. Yo yangi mashina olinglar. Yo aniq ishonchli, manzili aniq joydan borib olinglar jigarlar. Bu avtomashinalarimizda Sardorjon bosh to'lovini ukajon 3.5 $3800 bilan chiqaribdi. 3800 $3.5 demaymiz jigar. 3000, 2.500, 2200, 2000 ham demaymiz jigar. Nima dedingiz Habibaxon? Yana tushamizmi? Yanami? Boring ukajonim. 1900, 1800 ham demaymiz. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. $1600 bilan olib ketaversin. Hamma xarajat ichida. Hamma xarajat ichida. Oylik to'lovi nech puldan desalaring? Oylik to'lovi 5.900.000. Agar ko'proq to'layman desalaring 48 oyga 6.600.000, 36 oyga 7.800.000, 24 oyga 10 million so'mdan tushadi. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa 5.900.000 dan, 6 yilga bo'ladigan bo'lsa 5.500.000 dan. O'zingizda qiynalmaydigan tarafingizga qarab yotinglar jigarlar. Mabodo 5.500.000 og'irlik qilsa, mana $1800 to'laysizlar, oyiga 4.300.000 so'mdan tushadi. Bular ham og'irlik qilsa, bulardan ham yengilroqlari bor, taklif qilib boraveramiz. Kelinglar. Bu Monzamizni ham berib yuboramiz $1600 bilan. Tracker avtomashinamizda bosh to'lovini mayda-chuda qilib o'tirmasdan Habibaxon Nech pul qilib beramiz? $1700 bilan berib yuboramiz. Hamma xarajat ichida. $1700. Jigarlar, bu Premier 2023-yil 48.000 kilometr yurgan, 100% toza, oq svet, propani bilan birga. Gazi bor. Gazi ham tayyor turibdi. Yana radnoy 4 ta yumshoq yangi baloni ham bor. Rasxotingiz yo'q, xudo xolasa, $1800 hamma xarajati ichida olib ketaverasizlar mana jigarlar. Tracker. Xo'p. Mana yerda bitta trekkerimiz bor edi, sotilibdi u. Kimdir olibdi mana yerda trekkerimizni. Bu trekker avtomashinamiz LS 2024-yil 38.000 kilometr yurgan, metani bor, arqa bagajida pitnochasi bor. Kelganda mashina haqida to'liq ma'lumot olishni unutmanglar jigarlar. 38.000 kilometr yurgan, orqa kapotida pitnochasi bor, pitnosi bor. Metani tayyor ekan. $1550 bilan olib ketinglar. Hamma xarajat ichida. Tracker. Ha, taksiga 5-6 million yo'qotib yurganlar, mana sizlar uchun yaxshi variant. Oylik to'lovi 5.600.000 so'mdan. 5.600.000 so'mdan. Tracker. Mana bemalol bosib qolsalaring. Xo'p, bu trekkerimiz
1,5 ming bilan bu ham. Iltizi 23-yil hamma xarajat ichida. Ba'zi joylarga o'xshab bir sim to'lamaysiz deb kelgandan chaqirib olgandan keyin aka nomeringizga, oformitingizga, sug'urtangiz uchun to'lashingiz kerak deb har xil bahonalar qilib, eski mashinalar ko'rsatib, boshqacha mashinalar ko'rsatib o'tirgandan men ochiqcha gapirib qo'yganim yaxshi. To'g'ri kelsa olasizlar, to'g'ri kelmasa xafagarchilik yo'q jigarlar. Og'rimagan tarafingizga qarab yotasizlar. Bosh to'lov demak 1,5 ming bilan chiqadi, oylik to'lov 5 million 700 ming so'mdan. Iltizi 23-yil 37 ming kilometr yurgan, Toza. 100% radnoy, toza, probegi ham kam mashinalar. Bu probegi kam mashinalarni men nimaga olaman jigarlar? Bunisi 1.3 turbo. Bu bilasizlar 1.3 turbo bu. Tez yuradigan. 2023-yil 72 ming kilometr yurgan, propani bor. Buni 2 ming dollar bilan olib ketaversinlar, hamma xarajat ichida. Faqat pasporti toza bo'lishi kerak, pravasi bo'lishi kerak oladigan odamni. Muammosi yo'q, olib ketaveradi. Mana aka. Men kam yurgan mashinalar nimaga olaman? Hech bo'lmasa shu avtomashina xarid qilgan inson 1 yil 6 oy bo'lmasa ham, 1 yil bo'lmasa ham 6 oy qo'l tegizmay minsin. Olgan odam shu narsani bilish kerak. O'zi uchun moy almashtiradi. O'zi uchun kalotkasi bo'lsa, kalotkasini almashtiradi. Yaqinda birovga mashin bersam, 3 oydan keyin telefon qilib turibdi. Rabotchi mashin berib yubordik. Akajon, men mana 3 oy o'tmasdan rasxod qilyapman. Nima rasxod qilyapsiz? Men bunga deydi 400 ming so'mga moy quydim deydi. Bunga deydi mana 50 dollarga deydi kalotka qo'ydim deydi. Mana bugun kelib deydi orqa kalotkasini ham qo'yapman 50 dollar deydi usta haqqi bilan men 200 dollar rasxod qilib qo'ydim o'sha deydi. Qachon oldi desam 3 oy bo'ldi dedi. Ha, pachka masla mashina olib ketdingizmi desam, yo'q. 70 ming yurgan mashina olib ketdim deyapti. Ha, yaxshi ham dedim. Balon qo'ysangiz uni ham ayting menga dedim. Balon qo'ydim deb dedim. Endi rabotchi mashina olgandan keyin odam antifriziga qarash kerak. Kalotkasini almashtiradi, misol o'zi uchun qo'ygandan keyin yana kamida 30-40 ming kalotka yuradi-da jigarlar. Yo, noto'g'rimi? O'shanaqa qilib, boyagi kalotkasini ham aytayapti, moyini ham aytayapti. Men aytdim, endi dedim, tonirovkani ruxsat tugab qolsa, unga ham telefon qiling dedim. Aka, nimaga 4 oy o'tmasdan tonirovkani ruxsat tugab qoldi deb dedim. Sizga umrbodga berganim yo'q men mashin dedim. Men yana aytaman, men mashinning probegiga javob beraman, mashinning kraskasiga javob beraman. Bu baloni yorilib qolsa, balon teshilib qolsa, men yama bermayman balonni. Yo kalotkasi ketib qolsa, kalotka qo'yib bermayman. Bu kalotka degan narsalar mehmon narsa. Ketadi, almashtiriladi. O'sha narsani bilib qo'yishlaring kerak. To'g'rimi, Habibaxon? O'sha uchun mana endi eng qiziq qaynoq joylariga kelyapti. Ketdik arqa tarafga o'tamiz, ha? Nima dedim endi? Yo'q. Bosh to'lovsiz menda zo'r mashinlarida, yaxshi mashinlarida sotib tugatdim. Endi hozir bosh to'lovsiz chiqadigan mashinlar to'g'risi men unaqa mashin bera olmayman. Bosh to'lovsiz berishim uchun boya aytib o'tganimdek 300 ming yurgan, 50 mingga tushirib qo'yilgan mashinlar, bir yonboshi almashgan, 4 ta eshigi 4 ta mashinniki qo'yilgan, shu haydab olib ketsa bo'ldi. Shu oldingdan bunday o'taltirganda skorska urganda bunday yurib bersa bo'ldi. Shunaqa mashinlar berilib turibdi bosh to'lovsiz. U bosh to'lovsiz deganda ertaga uni to'lashi ham bor. Undan ko'ra mendaqa 30 ming 40 ming yurgan ideal sostenada yaxshi mashina olsa 1000 dollar to'lab olsa ham. O'sha 1000 dollari ham oformit nomer texpasportga ketadi. Zato 1 yil 6 oy qo'l tegizmay minadi. 1 yil 6 oy. Mana o Cobaltlar bilan sotilgan, bular hozir sotilgan. Da. Mana o Cobaltlar. Tracker Cobalt sotilibdi. Ha, Tracker ham aytdim-ku, boya Tracker turadi deb. Ana shu Tracker ekanda mana aka. Ha, 23 primer. Naqdga olib ketdilar. Ana. Imkoningiz bo'lsa, naqdga oling, mazza qiling. Mana moykadagi ukalarimiz bizda oyoq cho'zib, mazza qilib, yotibdi-da, telefonni kovlab, Instagramda Hindistonmi? Biz o'zimizni hindistonliklar ko'rib yuribdi. Qizlar bor-ku, yubkalarini bunday qilib yuradigan, shularga like bosib qo'yadi. Bizga like bosmaydi o'zimiznikiga. Qizlarga like bosadi. Shunaqa.
Mana unda Cobaltlar. Xohlasangiz mokri sveti, Mokriylar ko'p. xohlasangiz qora sveti, xohlasangiz MSM style qorasi bor, xohlasangiz midnight qorasi bor, xohlasangiz tracker, mana xohlaganingizdan bor. Xohlasangiz mokri svetini olib ketinglar. Assortiment ko'p ekan. Mana bu tracker avtomashinalarimizni bosh to'lovi $6000 to'lasalaring, $6000 to'lasalaring, oylik to'lovi где-то 5,5 million atrofida foizsiz chiqadi. O'zini puli. O'zini puli foizsiz. Premier Plus pozitsiyasi 26 bez probeglar. Mana bular. Bitta trackerim qolgan 25-yil 0 probegda, zavod bahosi 272 million-ku bular. 235 million, 230 millionga beraman. 42 million kamiga beraman. Mana bu. 0 tracker Premier lyuklari bilan 42 million zarariga olib ketaversinlar. Mana bu. Mabodo o'sha tracker 25imda olmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, bosh to'lovi где-то bir 4,5 ming atrofida to'lasa, oylik to'lov 5 million 200 ming so'mdan tushadi. Ana, xolasalar uni olib ketsinlar. 4 ming, 4,5 ming bilan. Yana bitta 10x'im bor. 10x'im 25-yil 0 bez probeg. Zavod narxi 221 million so'm. 5 oydan beri qo'yaman, hech kim olmaydi. 8 oy bo'ldi bunga. Zavod narxi 221 million bo'lsa, 180 millionga berib yuboraman. 41 million kamiga. Ana. Naqd pulga $15,000 pachka 10x. 0. Premier fulli. Eng fulli. Eng fulli. 15. Mabodo o'sha 10x'imda olmoqchi bo'lsalaring, bosh to'lovi 3,5 ming, $3,000 atrofida to'laysizlar. Oylik to'lovi 4 million 200 atrofida chiqadi jigarlar. 10x bez probeg 0 10x'imizda. Tugatib tashladik o'zi. Mana unda damazlar mana. Damazlar. Damazlarimizga kimdan kim bosh to'lov $2,450 to'lasa, Aha. $2,450 to'lasa, oylik to'lovi 6 milliondan 12 oyga foizsiz chiqadi. 12 Bir so'm foizsiz, 0% bilan 6 milliondan to'la oladigan odamlar bo'lsa, agar yo'q, unaqa emas desa $2,450 to'lasa 2 million 700 dan chiqadi 3 yilga. Ana. Mabodo xolasa 6 milliondan foizsiz qilib olsinlar 12 oyga 1 yilga, xolasalar 2 million 700 dan 3 yilga qilib olsinlar. $2,450 bilan mana shu damazim qolgan. Ana unda labolarim bor. Labolarimga kimdan kim $4,750 to'lasa 1 million 800 ming so'mdan foizsiz. Ana bu. 1 million 800 ming so'mdan 20 oygami foizsiz chiqadi. 2 yilga ham emas. 2 yilga. 20 oyga foizsiz 1 million 800 ming so'mdan. Mana aka, damazlarimiz. Bori shu, labolarimiz. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, zavodni narxiga kelib olib ketaversinlar. 1 so'm foydasi kerak emas. Zavodni narxiga olib ketsinlar. Ha, damazlarimizni labolarimizni xolasa 2700 bilan olsinlar. Bosh to'lov $2,700 to'laydilar. Oylik to'lov buni ham shu 2 million 700 ming so'mdan tushadi. Mana aka. Xohlagan mashinadan bor. Xolasalar mana orqasida yuk ortaydigani bor. Ikkita eng oxirgi o'rindig'i bor-ku. O'shanga yuk ortaydigani bor. Xolasa passajirligi bor, hammasidan bor. Vani ham bor, yuvani ham bor, hammasidan bor jigarlar. Damaslarimiz o'zi kam qolibdi-ku. Ha. Ha, u tugab qoldi o'sha. Cobaltimiz ham tugadi mana, Cobaltimiz ham. Tugatib tashladik Cobaltlarda. Bo'm-bo'sh. 5 dona Cobalt qo'yib beraman. Style. Ulgurgan ulgursin. 5 dona Cobalt. 5 dona Sardor. 5 dona Cobalt qo'yib beramiz. Ulgurgan ulgurib qoladi. Qolmadi Cobalt. Tugatda hech kim bera olmaydi. Aqli ham yetmaydi. 5 ta. To'g'risi, zavod narxidan kamiga. Kimdan kim olaman desa, bosh to'lovni 4100, 4200, 4000, 3900 deb o'tirmaymiz Sardorjon. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. $3,850 to'laysizlar. Oylik to'lovi 3 million 200 ming so'mdan atiga. 3 million 200 ming so'mdan. Ha Sardorjon, nima dedingiz? Xolasalar Nasiya savdo qilib olib ketinglar. Nasiya savdo penni ham minmaydi. Undaqa sharoitimiz ham bor, xolasalar. U ham shu yerda shunaqa 3800 dan to'laysizlar, oylik to'lovi pashti shunaqa tushadi atrofida. Nasiya savdo xolaganlar.
agar kimdan kim naqdga olaman desa, mabodo oylik to'lovni ko'proq to'layman deydiganlar bo'lsa, misol bosh to'lovi kimdan kim misol 3800, 3700, 3900 dollar to'laydigan bo'lsa, 4 million 700 dan 3 yilga ham chiqadi bu. Juda ham qulay variantda. Yo'q, 4 million 700 dan to'la olmayman desa, 3850, 3900 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 200 ming so'mdan. Ana. 12,5%, 13% dan aylanma, yillik aylanmasi 13% dan tushib turibdi. Mana sumovoy kreditda. Naqdga olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, 5 dona qo'yib beraman. Mana shu video qo'yilgandan keyin yarim soat ichida ulgursalaring ulgurib qolasizlar, chunki odam juda ko'p, Xudoga shukr. Zavod bahosi 156 million 100 ming so'm demaymiz Sardorjon. 156 yarim, 156, 155 yarim, 155 ham demaymiz Sardorjon. Sardorjon bo'lsa xalqqa bo'lsin. 154 yarim, 154, 153 yarim ham demaymiz sizga. Mana bu. Rasprodaja 153 million so'mdan kelib olib ketaveringlar. Naqd pul. 3 million 100 dan kamiga aqli ham yetmaydi. Na saloni, na indeks, na bozor hech qayer. 26-yil MCM Style. Oxirgi mana fulli, bundan keyin nimasi bor? Mana Midnight'i bor. Bu MCM Style 156 million 100 ming so'm zavod bahosi, davlat bahosi salonlarda sotiladi. 153 million so'mdan yarim soat vaqt ichida ulgurib qoling. Bu videoni yaqinlarga ulashing. Moshin qidirib yurganlar foydalanib qolsin. 5 dona ketdi sizlar uchun. Sog' bo'linglar.